Yodga olsam yoshlik chog'imni, ko'z oldimga kelar maktabim. Qadrdonim, sinfdoshlarni sog'inganda entikar qalbim. Jambil Jabayev maktabin biz 25 yil avval bitirdik. O'zbek, qozoq, tojik millatin o'g'il qizi birga o'qirdik. Toifasi oliy ustozlar berar edi bizlarga saboq. Shu ustozlar sabab tanidik qora qaysi va qaysi rang oq. Ko'tardilar erkaligimiz, urushmadi sho'xliklar qilsak, quvonardi ular chunonam savollarni javobin bilsak. Yaxshi ta'lim, tarbiya olib, har birimiz topdik yo'limiz. Allohimga ming bora shukr, hatto oyga yetar qo'limiz. Mana bugun shu yigit qizlar va ustozlar bo'ldik birga jam. Allohimning buyurishida oramizda ba'zilari kam. Qolganlarning tani sog' bo'lsin, bo'lsin deyman jonlari omon. 25 yil o'tsa hamki maktab davrim yodimda hamon. Yoshlikdagi beboshligimiz ko'z oldimdan sira ketmaydi. Barchasini birma-bir aytsam, bilamanki bir kun yetmaydi. Bizlar edik ahil va inoq, ilk sevgini maktabda tuydik. Kimdir havas, yana kimlardir bir-birimiz haqiqiy suydik. Sevgisiga sodiq qolganlar mana hatto turmush ham qurgan, pok muhabbat mevasi bo'lgan, o'g'il va qiz farzandlar ko'rgan. O'qidik biz a'lo bahoga, ustozlarning mehnati sabab, bilganlarin o'rgatdi bizga, intizomni qildilar talab. Ming shukrki sinfdoshlarim hayotda o'z yo'lini topgan, ozi emas ko'pchiligining baxti kulib omadi chopgan. Yaratganim nasib aylasa, uchrashaylik yana ko'p yillar. Kaminangiz Ergashev Sherzod barchangizga omonlik tilar.